Akalar, bu bilganlarga eslatma, bilmaganlarga manfaatli bo'ladi. Bu mashinamizda ham yozda qizib ketaverar ekan, issiq paytda havo yaxshiligida yuraveradi, qishda ham yuraverar ekan. Bunga termostatdan oldirib tashlab yurar ekanlar yozda, qizib ketar ekan. Radiator qo'yib, pompa qo'yib, shlankalar, trubkalarni almashtirgan, hatto golovkani ham yangi bosar ekanlar. 3-4 yildan ashmomo qiynar ekan. Ko'p ustalarga ko'rsatgan ekanlar. Hatto boshqa ustaga qo'yib motor ham qildiribdilar hozir, ash qizishi tufayli. Endi baribir motor qilingandan keyin ham mana yozda bundan bari issiq qizaveryapti ekan. Buni aynan hech kim topa olmabdi, hatto motor ham qilishdi. Buni oddiy narsadan chiqdi. Mana parragini teskari tushib qo'ygan ekan. Qaniydi birotta shogirdlar boshqa kishi. Namazda bunaqasiga ham tushaveradi parragi. Mashinadan chiqdi, buni topdik. Bu bizda ham oldin rosa qiynalganmiz. 500-400 usta maslahat qilib topilolmagan. 2 million, 3 million rasxod qilingan mashinaga yo'lovkalargacha yangi qo'yilgan. Arzimagan narsalar, mana shunga e'tibor berib turishni olamiz. Buni mashina nomerini ham, motor qilgan ustani ham qo'ymadik. O'zimizda mashar yaqin atrofda bo'lgan. Motorni ham yangi qilishgan, qizish sababli. Hozir endi ustaga borsalar, usta obkatga qilgan paytingiz yandamaga solgansiz, qizdirib qo'ygansiz, shuning uchun qizaveradi deb bahonalar bo'lyapti ekan. Asli arzimagan mana shu parradan chiqdi. Teskari tushib qolgan parrak. Hech kim e'tibor bermadi. Yuraveradi mashina, faqat issiq kunlarda qizib ketadi, qaynataveradi. Qolgan payt hech nima bildirmadi.